Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetida Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda universitet jamoasi, el ardog'idagi adiblar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida tashkil qilingan fotozona va rasmlar tanlovi ko'rgazmasida adiblar portreti hamda ularning asarlariga bag'ishlangan rasmlar namoyish etildi. Shundan so'ng Ulug' saltanat roman epopeyasi asosida sahnalashtirilgan spektakl namoyish qilindi. Mazkur sahna asarida sohibqiron Amir Temur davri va hayoti aks etgan zabardast shoir va adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi, davlat mukofoti laureati Muhammad Alining 4 kitobdan iborat Ulug' saltanat roman epopeyasi Amir Temur hayotining salkam 40 yillik, ya'ni 1370-1409 yillar davrini qamrab oladi. Ko'plab izlanishlar, tadqiqotlar samarasi bo'lgan va 20 yil davomida yaratilgan Ulug' saltanat asari o'zbek adabiyotida yaratilgan birinchi roman epopeyadir. Loyiha doirasida universitetimizga shu respublikamizda ko'zga ko'ringan adiblar, shoirlar, yozuvchilar tashrif buyurmoqdalar. Bu albatta talabalarimiz uchun albatta bu juda ham yuqori darajadagi ma'naviy ozuqa deb hisoblaymiz. Sababi bunday adiblarning hayot yo'llarini, ularni mana shu adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini qanday paydo bo'lganini to'g'risidagi ma'lumotlarni olish talabalar uchun albatta juda ham yaxshi va menimcha qadrli ma'lumot deb hisoblayman. Loyiha doirasida tashkil etilgan Zakovat intellektual o'yini va rasmlar tanlovining 1, 2 va 3 o'rin sohiblari diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ulug'bek yulduzlari vokal ansambli tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi.